Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana 21-yanvar kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha uchgan hojilarimiz va nihoyat sog' salomat Jidda aeroportiga kelib qo'nishdi. Mana Beshardan kelgan hoji bolalarimiz, mana hojinalarimiz inshaalloh hammalari sog' salomat mana Jidda aeroportiga kelib, endi Madina Munavvaraga uchishlik uchun harakatdalar inshaalloh. Assalomu alaykum hojonalar, hojibolar, yaxshi kelyapsizlarmi? Charchamang, qiynalmang. Assalomu alaykum. Mana hojibolarimiz inshaalloh mana hammalari sog' salomat kelishyapti. Alloh safarlarni bexatar qilsin. Sog' salomat mana bu yerda ibodatlarni mukammal, go'zal holatda ado etib olishligini Allohning o'zi kuch-quvvat ato etgan bo'lsin inshaalloh. Mana barcha hojilarimiz to'planib, hozir tahoratlarini yangilab, inshaalloh Madina Munavvara tomon yo'lga chiqadilar. Qora aka.